Yana bir assalomu alaykum. Hozir yuqori kuchlanishli ko'rsatkich o'yin 35 kV ushlab turibmiz. O'yin 35 kVligimiz ishchi qismi gaz va lampa konditsionerdan tashkil topgan bo'lsa, ularga kuchlanishi alohida beramiz. Bunda faqat izolyatsiya qismi tekshiriladi, yonishi elektron bo'lganligi uchun, ichida batareya joylashish uchun u sinalmaydi. Buni sinashdan oldin zavodga instruksiyasi ko'ramiz. 35 kV da foydalaniladi va sinash kuchlanishi 105 kV bilan izolyatsiya qismi deydi. Izolyatsiya qismini o'lchadik. İzolyatsiya qismidan o'sha dastagigacha bo'lgan qismi o'sha 51 cm chiqdi. Demak, o'sha aytilgan ko'rsatkichda. Endi biz sinov uskunamiz 200 volt bersak, ion anaqamiz 100 kV chiqadi. Biz 105 berishimiz uchun bu yerda o'zidan zo'riqish bo'lganligi uchun biz izolyatsiya qismini ikki qismga bo'lib olamizda va 105 ni teng yarmini beramiz. Demak 52,5. To'g'ri? Demak, sinov uskunamizga qo'yamiz. Bir tomonni potensialga qo'ydik, ikkinchi tomonni ushlab turuvchi dastakka qo'yib, ikkinchi potensialni qo'shimcha sim zanjirlari bilan olib kelamiz. Demak, ikki tomondan potensial beryapmiz. Gabaritlarni o'tkazamiz. Yaxshi. Demak, keng yarmiga ko'chma yerlargacha ulaymiz. Demek iki tomonlama kuchlanish berganimizda teng yarmiga bersak, 52,5 kuchlanish bersak, demak 105 kV bilan izolyatsiya dastagi sinalgan bo'lamiz. Xonadan chiqamiz, eshiklar yopiladi va bloklar ishlaydi. Himoya vositalaridan foydalanamiz. Asosiy tushunib qo'yamiz. Bizni boshqarib turtimizga kuchlanish keldi. Himoya avtomatimizni yopamiz va kuchlanishimizni ko'rsatuv orqali tanlaymiz. Ion 100 ga oldik. Latrimiz 0 dagi ishonch hosil qilganda kuchlanishni ko'ramiz. Demak, bu yerda mana bu 100 kVlik voltmetrimiz orqali uni boshqarib turamiz. Demak, signal berishi tabiiy. Demak, kuchlanish ostida bo'lsa signal beradi. Biz yerga yuqoridagi shkala bo'yicha ishlaymiz. 40, 45, 51. 51 mana. O ko'rsatgan 51. Demak, mana bunisi 45 edi, mana 51 edi, 52,5. Mana 1 minut davomida shu holatda sinaymiz. Demak, shunda dastagimiz 105 kV da sinalgan deb hisoblanadi. Vaqtimiz ketdi, vaqtini sanaymiz. Vaqtimiz bo'lganda asta-sekinlik bilan kuchlanishimizni tushiramiz. Stop knopkasini bosamiz, himoya avtomatini o'chirib, asosiy ajratgichni ajratamiz. Va yonuvchi chiroqli o'yin ko'rsatkichlarini 1 yil muddatga sinovda yaroqli deb beramiz.